tavsiya обязательно bolalaringizni yengil sport turlariga bering. Yengil atletika, karate, taekwondo, boks yoki suzish, gimnastika. Bular albatta bolani yaxshi o'sishi uchun samara beradi. Bolalari hamisha haftada 1-2 marotaba bo'lsa ham qandaydir sport to'garaklariga borishiga yordam bering. Bu ham o'sish uchun juda katta ahamiyatga ega. Bolalarni iloji boricha og'ir mehnatga jalb qilmang. Og'ir mehnat o'sarlik davrida bolalarga mumkin emas. Mana qizlarga 8-10 yoshida, bolalarga 11-13 yosh orasida og'ir mehnatga jalb qilmang ularni. Og'ir ko'tartirmang. Shu paytlarida kuchli o'sadigan o'sarlik zonalari agar og'ir ko'tarsa siqilib qoladi. U rivojlanib bo'lgandan keyin qilsa bo'ladi. Mana shu o'rinda odam necha yoshgacha o'sadi deb turganlar bor. Tibbiyot oxirgi tadqiqotlariga ko'ra qizlar 20-21 yoshigacha, maksimum 22 yoshigacha o'sadi. Bolalar 24-25 yoshigacha o'sadi. Ham o'sha 20 yoshidan keyin bolalar unchalik avvalgidek o'smaydi. Yiliga 2-1 sm, 3 sm o'sadi. Lekin yuqorida aytgan o'sha 11, 12, 13, 14 yoshlarida bir yil ichida 20-25 sm ham o'sib ketadi. Mana gap qayerda o'tirdi. Agar shu paytlarda yaxshi yuqorida aytgan tavsiyalarga amal qiladigan bo'lsangiz, 20-25 sm qo'shaveradi. Bu degani o'sha 1.80-1.85 bo'yli bo'ladi. Hatto 1.90-1.95 ham bo'lib ketishi mumkin. Azizlar, shu o'rinda eslatib o'taman, doktor Ischanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitob hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarda joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlarga yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachat qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'p yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, skachat qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.